Mehnat bozorida yuqori talab darajasidagi mutaxassis bo'lishni istaysizmi? Men Farhod Akramov bugun sizga bu imkoniyatlar bo'yicha batafsil ma'lumot berib o'taman. Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universiteti sizlar uchun quyidagi magistratura mutaxassisliklarini e'lon qiladi. Bular: bank ishi, inson resurslarini boshqarish, biznesni boshqarish, ya'ni MBA dasturi va loyiha boshqaruvi dasturi. O'quv mashg'ulotlari zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan jihozlangan binoda xorijiy ta'lim tajribasiga ega bo'lgan professor o'qituvchilar va soha vakillari tomonidan nazariy va amaliy keyslarga asoslangan holatda olib boriladi. Universitet sizga yangi sifatli ta'lim berish bilan bir vaqtda professional o'sish va yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Biz yuqorida sanab o'tgan magistratura mutaxassisliklari uchun ro'yxatdan o'tish allaqachon boshlangan. Quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z karyerangizni yangi bosqichlarga olib chiqing.